Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ayzera. Bugun flashjokdagi bolalarni azoblaymiz. Let's go. Savol qiynayotdi, shu bola haqida savol qiynayotdi. Shunga javob bera olsam demoqchi edim. Beraveringchi. Aytamonda bola eshakkanmi? U menimcha shaharliklarda emas, menimcha qishloqda bo'ladi bunaqa holat deb o'ylayman. Yo'q, bizada eshak boqmaydi masalan, Toshkentda. Yana bilmayman, может betlarda boqsa kerak. Nega shaharda Shahardan. qilmaysan sen? Shaharliklar eshak tutganini hech eshitganmisiz? Nega shaharliklar ham odammi? Yo'q, barcha qiziq ko'rmaganmiz bunda. Men qizlarga qiziqaman to'g'risi.